Dajaha! Voy, yomg'ir yoqqanini ko'rib shunaqa xursand bo'lib ketdim. Oyimga bahona qilib, "Ona, somsa bilan pomidor bodring olib chiqay" deb ko'chaga magazinga tushib chiqdim. Qarasam hamma yoq loy. Hamma mayli, yomg'ir bilan xursand bo'lib sakrab ketdim. Lekin suvlarni ko'rib sekinladim. Voy, shuncha suvya. Endi batdan qana o'taman. Sakrab o'taman dedim-da, quruq joylardan sakrab o'tdim. Bu yoqqa, hamma yoq loy ko'l bo'layotibdi. Ammo juda ham mazza, yomg'ir shirillashlari. Mayli. Hamma yoqni ko'rib, mazza qilib Benazirga yo'l oldim. Benazirda ro'parasida onam sevgan somsalar sotiladi. O'sha yerga bordim-da, somsa olish uchun yo'llarni o'tdim. To'g'risi, katta yo'ldan o'tish uchun birinchi mashinalar o'tkazib yuboraman, ular emas. Yo'ldan yugurib o'tdim va somsa oldim. Somsa olganimdan keyin ya'ni Benazirning ekosiga kirdim. U yerdan pomidor bodring olib, yana uyimga ketdim. Yana o'sha qiyin ko'llardan sakrab o'tib, uygunamga kelib oldim. Yomg'irni tomosha qilayotgan edim. Barcha joy loy ekanligini ko'rib, mayli deb uyimga qarab ketdim.